Diagnostik konsultatsiya aslida har bir insonga kerakligi haqida ko'pchilik bilmaydi. Va men bugun nima bu diagnostik konsultatsiya, oddiy konsultatsiyadan farqi nima va nima uchun kerak mana shu haqida qisqa ma'lumot beraman. Demak, har bir insonning o'zini energiyasi, o'zini individual xususiyatlari, o'zini dasturi va kuchli tomonlari bor. Har birisini, meni, boshqalarni va aynan diagnostikada har kimning o'zini birinchi energiyasi aniqlanadi. Men qaysi energiyada tug'ilganman? Meni kuchli tomonlarim nima? Va men qaysi ishim meni oldimga to'sib qo'yadi, blok qo'yadi? Pul bo'lsin, karyera bo'lsin, ish bo'lsin, munosabat bo'lsin. Qaysi meni rivojlantiradi? Mana shu narsani bilgan inson yaxshiroq va tezroq rivojlanadi. Tezroq o'sha vaziyatlardan chiqadi, muammolarni hal qiladi. Shuning uchun har bir inson o'zini energiyasini, individual dasturini, xususiyatlarini kuchli va boshqa tomonlarini bilishi kerak. Misol uchun tushuntiraman misol bilan. Masalan, men moddiyat energiyasida tug'ilganman o'zim. O'zimni dasturim, men o'zim o'rganish asosida aniqlaganman buni. Men moddiyat energiyasida tug'ilganman. Meni energiyam 8. 8 bu yer bilan osmonni bog'laydigan energiya. Ya'ni faqat ma'naviyat emas, moddiyat ham bor degani. Meni moddiyat energiyasida tug'ilganim uchun menga misol uchun deylik karyera, ish, pul, jamiyatda obro' topish, hurmat qozonishga harakat qilish men uchun normal. Agar men o'zimni moddiyatdan to'ssam, nimalardandir to'ssam, meni pulim bloklanadi. Meni o'zim stressga kiraman, kasal bo'laman. Masalan, meni energiyam shunday. Masalan, yana bir mijozimni tushuntirsam, masalan, u ma'naviyat energiyasida tug'ilgan. Ya'ni unga moddiyat uncha qiziq emas. Menga qiziq bo'lgan narsa unga qiziq bo'lmasligi mumkin. Masalan, menga qaysidir inomarka mashina qiziq, men moddiyat energiyasi men uchun normal. Men buni cheklasam blokka kiraman. U uchun u qiziq emas. U uchun kitob qiziq yoki qandaydir ruhiy bir falsafa, nimadir o'shanday tafakkur degan narsalar 9lar uchun qiziq. Masalan, uni energiyasi 9 energiya, bu tug'ma donishmand energiyasi. Har bir energiyaning o'zining nomi bor va har kimning o'shanday energiyasi bor. Misol uchun 4 energiyada tug'ilgan ayollar bor. 4 energiya bu imperator energiya hisoblanadi. O'sha energiyalar ichida o'zi energiyalar soni bor. İçida asl erkak energiya hisoblanadi 4. Meni ham boshqa bir yerimda, dasturimni boshqa bir yerida 4im bor. Shuning uchun erkaklik energiyasi baribir bor. Endi markazi 4 bo'lgan. Markazida imperator energiya bo'lgan ayollar erkaklarni uncha erkakni qabul qilmaydi, tan olmaydi. Kuchli erkak bo'lishi kerak uning yonida va bunday ayollar korreksiyalashi kerak bo'lgan narsa bu o'sha erkakligini pasaytirish kerak. Erkaklik energiyasini foizi baland bo'ladi ularda. Bu imperator tasavvur qiling. Masalan, qirolni tasavvur qiling, erkak. Endi 3 energiyasida tug'ilganlar bor. Bu qirolicha energiya. O'sha imperatorni ayol ko'rinishi. 3 energiya bu beka energiyasi hisoblanadi. Masalan, 4 energiyada tug'ilgan ayollarni cheklab bo'lmaydi, uyda o'tirtirib bo'lmaydi. Yoki masalan kimnidir gapiga kirib, kimnidir qolipini tushib bular uyda o'tirsa, karyera qilmasa, rivojlanmasa, bular kasal bo'ladi bunday ayollar. Onkologiya, har xil davleniya, shunday kasalliklar bo'lishi mumkin. Chunki kuch bor, o'sha kuchni ishlatish kerak. Endi 3 energiyada tug'ilganlar, misol uchun, markazi 3 bo'lganlar, bu beka energiyasi, qirolicha. Bular uchun uy yaxshiroq. Masalan, shu uyni sevadigan ayollar bor, uy bekasi ayollar, bular shunda tug'ilgan. Va ular ko'proq karyeraga, ishga berilsa, ular minusga kiradi. Ularga mumkin emas uncha. Foizi kam. Ularga ko'proq uy kerak. 4larga ko'proq ko'cha kerak, misol uchun. 9ga ko'proq yolg'izlik kerak, kitob kerak, ruhiy bilimlar kerak. 8ga moddiyat kerak. 8ga misol uchun o'zini ko'rsatish kerak, misol uchun. Shunga o'xshagan masalan 11 bor. 11 bu asl kuch energiyasi. 11 bo'lgan ayollar bir kun ham uyda o'tira olmaydi. U giperaktiv energiya. Masalan, energiyasi 11. Endi men shuning mijozlar bilan ishlaganman. 11 energiyada tug'ilgan, lekin bir umr o'zini cheklab, ishlamasdan, qobiliyatini namoyon qilmasdan yashagan, 35-40 yoshina borib og'ir kasal bo'lgan. Nima uchun? Chunki u kuch energiyasi edi, unda kuch ko'p, u harakat uchun tug'ilgan u. Ayol erkak farq qilmaydi. Chiqib u harakatini ko'rsatishi, kuchini namoyon qilish kerak. Kuchini namoyon qilmasa, o'sha ichkaridagi kuch unga kasal qiladi. Og'ir kasal bo'ladi. Shuning uchun 11 energiyadagi ayollar ham, erkaklar ham to'xtashi bir joyda to'xtashi mumkin emas. Zotan ular charchamaydi o'zi, kuch energiyasi bor. Shuning uchun mana tushuntirishga harakat qildim salgina.
Shuning uchun har kimni o'zini dasturi, o'zini energiyasi, o'zini bundan boshqa taraflari ham bor. Masalan, pul energiyalari bor, munosabat energiyalari bor. Men hozir qisqa tushuntirdim. Har kimniki individual, birovnikiga o'xshamaydi. Endi men 8 energiyada tug'ilganman, moddiyatchiman. Men 9 bo'la olmayman. Men shu energiyamni kuchli tomonlarini plyusga chiqarish orqali rivojlanaman. 9-8 bo'la olmaydi. Masalan, ma'naviyat energiyasida tug'ilgan odam hech qachon moddiyatni u 8 chalik qabul qila olmaydi. Misol uchun. Endi men misol qilaman. 8 energiyasida tug'ilgan larga misol qilaman. O'zbekistondagi juda ham ko'p biznes egalari, marketing masalan bilan tanilganlar, biznes egalari, yaxshi o'sha urvina chiqqan insonlarning ko'pisi 8 energiya. Ular 8ni plyusga chiqarib bilgan. Ayol va erkak farq qilmaydi. Dunyoda ham shunday. Endi uy bekaligi bo'yicha tanilgan ayollar bor. Misol uchun bloger bo'lishi mumkin, boshqa bilasiz, shu zo'r uy beka deysiz. Masalan, bu 3 energiyada tug'ilgan. O'shani 3ni plyusga chiqargan. U uchun shu qulay. Endi diagnostik konsultatsiya nima uchun kerak? Masalan, deylik, meni huzurima 3 energiyada tug'ilgan ayol keldi, markazi 3, uni bu joyda ham matritsalari, energiyalari bor va men mutaxassis sifatida 3 energiyadagi ayolga motivatsiya bera olaman. Chiqib ishlang deb yoki maqsad qo'ying, mana shunday qiling, karyera deb men motivatsiya bera olmayman. Nimaga? Chunki uni energiyasiga u to'g'ri kelmaydi. Masalan, 9 energiyadagiga men moddiyatni taklif qila olmayman. Moddiy rivojlaning, pulingizni u rivojlantira olmaydi baribir, chunki uni energiyasi moddiyat emas. Ya'ni, konsultatsiyadan farqli ravishda diagnostik konsultatsiya individual yondoshadi. Hozirgi psixologiyani qilib turgan xatosi, ko'p masterlarning qilib turgan xatolardan biri mijozini energiyasini bilmaydi. Kim o'zi bu? Bilmagan holda 3 motivatsiya beradi, karyera qiling, umumiy hukmlar bor. Ayollar rivojlansin, karyera qilsin degan. U 3 ga to'g'ri kelmaydi. Masalan, 9 ga to'g'ri kelmaydi. Ya ayol kishi uyda o'tirsa, erining barakasi oshadi, eri chiqib ishlasin, ayol o'tirsin degan gap 11 ga to'g'ri kelmaydi. Masalan, 11 da tug'ilgan ayol uyda o'tirsa, eri ham minusga ketadi, o'zi ham. Misol uchun 4 energiyada tug'ilgan ayolni erkak cheklab qo'ysa, o'zi ham minusda bo'ladi, hech qachon rivojlanmaydi, ayoli ham. Nima uchun? Chunki u kuchni chekladi. Mana bu kuchi cheklanmasligi kerak. Bu erkaklardan ham ayollardan bir xil ishlaydi. Shuning uchun har bir inson o'zini dasturini, o'zini energiyalarini bilishi, nima qilsam plyusga chiqaman, nima qilsam minusga chiqaman. Qaysi ish menga plyus keltiradi, qaysi ish menga minus keltiradi. Misol uchun men 8 man, menga moddiyatni rad qilish mumkin emas. Masalan, men o'zimni cheklash mumkin emas. Misol uchun. Men misol uchun aytib turibman. 3 ga ko'p, masalan, 3 energiyasiga ko'p harakat qilish, ko'p mas'uliyat olish mumkin emas. U asl ayol energiyasi, uni eri qiladi o'zi. U ko'p harakat qilganida uni eri minusga kiradi. Men o'zimni cheklaganimda, masalan, meni erim minusga kirishi mumkin. Ko'rdingizmi farqini? Ya'ni har bir inson o'zi individual ruhini dasturi bor va bu diagnostik konsultatsiyada aniqlanadi, qo'yiladi, diagnoz qo'yiladi va hamma yo'nalishlar beriladi. Sizga bu mumkin emas, bu kuchli tarafingiz. Mana bunday qilsangiz bo'ladi. Sizni qo'lingizda doimiy xarita bo'ladi. Ana shu xaritaga qarab yurasiz. Bu juda ham zo'r narsa. Shuning uchun men hamma hozir qanaqa vaziyatda bo'lsa ham qiynalib turgan ayol qizlarimiz bo'lam, endi erkaklar kam shug'ullanadi psixologiya bilan. Men diagnostik konsultatsiyani taklif qilaman. Har bir inson diagnostikasini, o'zini diagnozini bilishi shart.